Assalomu alaykum, hurmatli kardiologlar, magistrlar, klinik koordinatorlar, talabalar. Bugun EKG asoslari sikli bo'yicha 4-ma'ruzamizni boshlaymiz va bugun biz ma'ruzamizda tetishcha hosil bo'lishi to'g'risida va normal EKG komponentlari to'g'risida so'z olib boriladi. Oldingi darslarimizda biz turli tarmoqlarda QRS komplekslarining hosil bo'lishini ko'rib chiqqandik. Endi qorinchalar depolarizatsiyasidan so'ng qorinchalar repolarizatsiyasi jarayoni vujudga keladi, ya'ni qo'zg'alishning so'nishi. Qorinchalar repolarizatsiyasi vektorining yo'nalishi yuqoridan pastga, o'ngdan chapga va orqadan oldinga. Ya'ni Bailey koordinatalar tizimiga shu aytgan yo'nalishni agar qo'ysak, bu taxminan ikkinchi standart tarmoqga tomon yo'nalgan. Demak, qorinchalar repolarizatsiyasi vektorining yo'nalishi. Ko'krak tarmoqlarga kelsak, bu taxminan V4 tarmoq tomon yo'nalgan. Demak, bu ham qorinchalar repolarizatsiyasi yo'nalishi. Endi demak, odam konstitutsiyasiga qarab repolarizatsiyasi vektori demak giperstenikda mana bu oraliqda bo'lishi mumkin. Demak, taxminan 0 gradusdan taxminan 30 gradusgacha. Norma stenikda taxminan 30 gradusdan 70 gradusgacha yo'nalishi mumkin bu vektor va astenikda taxminan 70 gradusdan 90 gradusgacha yo'nalishi mumkin. Endi har bir tarmoqda ko'rib chiqsak, AVRda qorinchalar repolarizatsiyasi vektori AVRning manfiy tomoniga yo'nalyapti. Shu uchun AVRda manfiy tishcha, ya'ni manfiy T tishcha hosil bo'ladi. Aytish kerakki, qorinchalar repolarizatsiyasi natijasida T tishcha hosil bo'ladi. Birinchi standart tarmoqda ana plus tomoniga yo'nalyapti. Demak, birinchida ham musbat T tishcha. Ikkinchi standartda ham musbat T tishcha, AVFda ham musbat T tishcha. AVL bilan 3-standart tarmoqda konstitutsiyaga bog'liq bo'lgan holda, masalan, giperstenik bo'lsa, AVL ning musbat tomoniga yaqinlashdi, demak, T tishcha musbat bo'ladi. Demak, 3da esa giperstenikda 3-standartda mana qaranglar, minus tomoniga yaqinroq. Demak, 3da giperstenikda T tishcha manfiy bo'lishi mumkin. Yoki aniq 30 gradus usti bilan to'g'ri kelsa agar, ya'ni 3-standart tarmoqga perpendikulyar yo'nalyapti, demak, T tishcha 3da unchalik ko'rinmasligi mumkin. Bu demak, giperstenikdagi 3-standart tarmoqda T tishchalarning ko'rinishi. Astenikda qaranglar, 3-standartning plus tomoniga yo'nalyapti. Astenikda demak 3-standartda T tishchamiz musbat bo'ladi. Shu vaqtni o'zida demak astenikda AVLda T tishcha manfiy bo'lar ekan, chunki AVL ning manfiy tomoniga yo'nalyapti. Demak, umumiy qilib aytsak, T tishcha birinchi standart, ikkinchi standart AVFda doimo musbat, AVRda doimo manfiy, AVL bilan 3-standartda konstitutsiyaga bog'liq bo'lgan holatda musbat, izoliniya ko'rinishida yoki manfiy shaklda kelishi mumkin. Endi ko'krak tarmoqlariga kelsak, T tishcha odatda mana bu V2 dan V6 gacha e'tibor beringlar, barcha tarmoqlarning musbat tomoniga yo'nalyapti. Shu uchun V2 dan V6 gacha T tishcha doimo musbat. Faqatgina V1 dan sal uzoqroq joylashgani uchun, ya'ni V1 ga nisbatan perpendikulyar yoki manfiy tomoniga sal yaqin bo'lishi mumkin, yoki manfiy tomonga yoki perpendikulyar bo'lgani uchun unchalik ko'rinmasligi mumkin, yoki T tishcha manfiy
ko'rinishda bo'lishi mumkin. Bu beyli va ko'krak tarmoqlarida T tishchaning hosil bo'lishi. Endi normal EKG komponentlari to'g'risida gaplashamiz. Demak, EKGni tushirishdan oldin biz EKGni o'qishdan oldin biz qanaqa tezliklarda EKG olinadi va nimalarga yana e'tibor berish kerak, shular to'g'risida gaplashib olishimiz kerak. Demak, EKG asosan ikki xil tezlikda olinadi. Bu 25 mm/sekund va 50 mm/sekund. Demak, tishchalarni davomiyligi va amplitudasini hisoblashda shu narsaga e'tibor berish kerakki, ikki xil parametr. Birinchidan davomiylik, demak, davomiylik sekundlarda hisoblanadi. Demak, agar tezlik 25 mm/sekund bo'lsa, birta kichkina katakchaning davomiyligi 0,04 sekund. Va birta katta katakning davomiyligi, demak, ana kichkina birta katta katak, 4ta kichkina katak, 5ta kichkina katakdan iborat. Demak, 0,2 sekundga teng. Tezlik 50 bo'lganda birta kichkina katak 0,02 sekund va birta katta katak, ya'ni 5ta kichkina katak 0,1 sekundga teng. Bu tezliklar to'g'risida. Endi tishchalarning balandligi millimetrda hisoblanadi. Demak, davomiylik sekundda, balandlik millimetrda hisoblanadi. Endi millimetrni belgilashda bizga EKGni tushirayotganda millivolt voltaj, 3 xil voltajda, 3 xil millimetr millivoltda EKG olinadi. Birinchisi 5 millimetr millivolt, keyingisi 10 millimetr millivolt va 20 millimetr millivolt. Bu nima degani? Bu mana shu masalan 5 millimetr millivoltda EKG olingan bo'lsa, e'tibor bergan bo'lsangizlar, EKG lentalarini boshlanishida mana shunaqa shakldagi shunaqa shakl bor va mana shuni balandligini hisoblasak 5 ta katakchaga teng. Demak, bu 5 millimetr millivoltda EKG olingan. Agar shu mana buncha bo'lsa, masalan 10 ta katakchaga teng bo'lsa, demak bu 10 millimetr millivoltda EKG olingan degani. Normada standart bo'yicha 10 millimetr millivoltda EKG olingan bo'lishi kerak. Va agar 10 millimetr millivoltda EKG olingan bo'lsa, birta katakchaning balandligi 1 millimetrga teng. Demak, 10 da olingan bo'lsa, birta katakchaning balandligi 1 millimetrga teng. Demak, 1 millimetr. Agar amplituda 5 da olingan bo'lsa, 5 millimetr millivoltda olingan bo'lsa, demak, birta katakchaning balandligi xo'sh, nechiga teng bo'ladi? 2 millimetrga teng bo'ladi. Va 20 da olingan bo'lsa, birta katakchaning balandligi 0,5 millimetrga teng bo'ladi. Demak, P tishchaning birinchi qismi, ya'ni birinchi yarmi, mana bu qora bilan chizganim bu o'ng bo'lmacha qo'zg'alishi, ikkinchi yarmi yashil bilan chizilgani bu chap bo'lmacha qo'zg'alishi. Biz bu har ikki bo'lmachalarning qo'zg'alishini birta tishcha ko'rinishida biz baholaymiz. Ya'ni lekin alohida agar masalan olsak, birinchi yarmi asosan o'ng bo'lmacha hisobidan, ikkinchi yarmi esa chap bo'lmacha hisobidan paydo bo'layapti. P tishcha paydo bo'lishini eslasak, P tishcha birinchi standart, ikkinchi standart AVF, V2 dan V6 gacha doimo musbat. AVR tarmoqda
P tishcha doimo manfiy. AVL 3-standart va V1da P tishcha konstitutsiyaga bog'liq bo'lgan holatda o'zgaruvchan, ya'ni musbat, manfiy yoki izolina ko'rinishida bo'lishi mumkin. Endi PQ interval to'g'risida gaplashamiz. PQ interval P tishcha boshlanishidan Q tishcha boshlanishigacha bo'lgan masofa. Q tishchasi bo'lmagan tarmoqlarda P tishcha boshlanishidan R tishcha boshlanishigacha bo'lgan masofa. Bu masofa normada davomiyligi 0,12 0,20 sekundgacha. 0,12 0,20 sekund. PQ interval ikki qismdan iborat. Ya'ni P tishchadan va PQ segmentdan iborat. Demak, PQ interval qachon uzayadi? PQ interval demak, to'liq bo'lmacha ichi blokadalarda va AV blokadalarda PQ interval normaga nisbatan uzayishi mumkin. Demak, mabodo agar bemorda to'liq bo'lmacha ichi blokadasi bo'lsa, demak, sxematik ravishda buni mana shunday ko'rinishda chizsak agar, demak, to'liq bo'lmacha ichi blokadasi, ya'ni blok bo'lmacha ichida qanaqadir jarayon bo'lsa, demak, bo'lmachani qo'zg'alishiga ko'proq vaqt ketadi. Ya'ni PQ interval uzayadi. Masalan, PQ interval 0,24, lekin bu uzayish P tishcha hisobidan. Masalan, 0,16. 0,16. Demak, PQ interval uzaydi, lekin bu uzayish P tishcha hisobidan. Demak, bu to'liq bo'lmacha ichi blokadasidan dalolat beradi. Agar bemorda AV blokada bo'lsa, demak, jarayon AV tugun sohasida. Demak, bunda PQ interval PQ segment hisobidan uzayar ekan. Demak, mana bunday, masalan, PQ interval aytaylik 0,24, lekin P ni o'zini alohida hisoblasak 0,08. Demak, normal. Ya'ni uzayish PQ segment hisobidan bo'lyapti. Demak, PQ segment hisobidan uzaysa, demak, jarayon AV tugun sohasida. Keyingi EKG komponentimiz Q tishcha. Demak, Q tishcha ko'pchilik tarmoqlarda qorinchalar aro to'siq qo'zg'alishi natijasida paydo bo'ladi. Normada Q tishchaning davomiyligi demak 0,03 sekund va balandligi shu tarmoqdagi R tishchaning 4dan 1 qismidan oshmasligi kerak. Ya'ni chuqurligi. Demak, ana masalan, shu tarmoqda R tishchani taxminan 4 ga bo'lsak, demak 1 2 3 4. 4 qismga bo'lsak, shuning 4dan 1 qismidan chuqur bo'lmasligi kerak. Demak, Q tishcha to'g'risida davomiyligi 0,03 gacha va balandligi R tishchaning 4dan 1 qismidan oshmasligi kerak. Bu Q tishchaga taalluqli bo'lgan normal ko'rsatkichlar. Keyingi komponent bu R tishcha. R tishcha asosan ko'pchilik tarmoqlarda qorinchalar cho'qqisi va qorinchalar yon devorlari qo'zg'alishi natijasida vujudga keladi. R tishcha ko'krak tarmoqlarida V1 dan V4 gacha R tishchaning amplitudasi oshib boradi va V5 va 6 da R tishcha biroz yana pasayadi. Endi R tishchani analiz qilganimizda biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak? R tishchani analiz qilganda ichki og'ish intervali degan tushuncha mavjud. Ichki og'ish intervali yoki interval внутреннего отклонения. Demak, ichki og'ish intervali bu Q tishcha boshlanishidan R tishcha
cho'qqisidan tushirilgan chiziqgacha bo'lgan masofa. Demak, mana shu masofa. Q tishcha boshlanishidan R cho'qqisidan tushirilgan chiziqgacha bo'lgan masofa ekan. Q tishchasi bo'lmagan tarmoqlarda esa mana bunaqa tarmoqlarda esa R tishcha boshlanishidan R cho'qqisidan tushirilgan chiziqgacha bo'lgan masofa. Bu masofa impulslarning endokartdan epikartgacha o'tish vaqtini bildiradi. Mana masalan, bu qorincha deb faraz qilsak, demak, shu impuls endokartdan epikartgacha necha sekundda keladi? Shuni bildirar ekan. Demak, normada V1, V2 tarmoqda ichki og'ish intervali 0,03 sekundgacha, V5, V6 ko'krak tarmoqlarida esa ichki og'ish intervali 0,05 sekundgacha. Nima uchun? Chunki V1, V2 o'ng qorincha ustida joylashgan, ya'ni o'ng qorincha sal ingichkaroq. V5, V6 chap qorincha ustida joylashgan, chap qorincha qalinroq, shu uchun impuls endokarddan epikartgacha o'tish uchun ko'proq vaqt talab qiladi. Bu demak R tishcha to'g'risida. Keyingi tishchamiz S tishcha. Demak, S tishcha to'g'risida nima deyish mumkin? S tishcha asosan ko'pchilik tarmoqlarda qorinchalar bazal qismlarining qo'zg'alishi natijasida vujudga keladi. AVR dan tashqari. Demak, S tishcha chuqurligi V1 dan V4 gacha chuqurligi kamayib boradi va V5 va 6 da S tishcha bo'lmasligi ham mumkin. Keyingi EKG komponenti bu QRS kompleks. QRS kompleks, ya'ni Q boshlanishidan S tishcha tugashigacha bo'lgan masofa. Normada bu masofa davomiyligi 0,06-01 sekundga teng. 0,06-01 sekundga teng. Demak, bu masofa blokadalarda yoki gipertrofiyalarda bu masofa sal uzayishi mumkin. Qorincha ichi blokadalari yoki qorinchalar gipertrofiyalarda bu masofa uzayishi mumkin. Keyingi komponentimiz bu ST segment. ST segment. Demak, S tishcha oxiridan, tugashidan T tishcha boshlanishigacha bo'lgan chiziq, liniya, izoliniya. Demak, ST segment normada izoliniyada joylashishi kerak. Normada V1, V2 tarmoqlarda ST segmenti 2 mm gacha elevatsiyasi, ya'ni ko'tarilishi va V5 va 6 da 0,5 mm gacha depressiyasi kuzatilishi mumkin. Bu normada uchrashi mumkin bo'lgan holat. Keyingi komponent bu T tishcha. Demak, T tishcha asosan birinchi standart, ikkinchi standart AVF V2 dan V6 gacha doimo musbat bo'ladi. AVR da doimo manfiy bo'ladi. AVL 3-standart va V1 da o'zgaruvchan bo'lishi mumkin. T tishcha shakli nosimetrik, asimetrik bo'lishi kerak va normada T tishchaning balandligi, asosan T tishchaning balandligiga e'tibor beramiz. Balandligi standart va kuchaytirilgan tarmoqlarda 2,5-6 mm gacha, ko'krak tarmoqlarida esa 15-17 mm gacha ham hatto balandligi bo'lishi mumkin. Bu T tishcha to'g'risida. Va demak, EKG oxirgi nimamiz bu QT interval.
QT interval. Demak, Q tishcha boshlanishidan T tishcha oxirigacha bo'lgan masofa. Demak, QT interval Q tishcha boshlanishidan T tishcha oxirigacha bo'lgan masofa. Bu interval QT interval deyiladi. Demak, bu qorinchalar elektrik sistelasini bildiradi. Qorinchalarning elektrik sistelasini bildiradi. QT intervalning normal ko'rsatkichlari RR masofaga bog'liq va QTning normal ko'rsatkichlari Bazet formulasi yordamida aniqlanadi. QT Bazet bo'yicha, demak, barobar koeffitsient ko'paytirilgan ildiz ostidan chiqarilgan RR masofa. Bu koeffitsient erkaklar uchun 0.37, ayollar uchun 0.40. Demak, qanday hisoblaymiz? Masalan, mana shu EKG demak, bemor erkak deb faraz qilsak, QTni hisoblab chiqdik. Masalan, QT shu EKGda 0.42 chiqdi. Bu norma yoki norma emasligini bilish uchun biz Bazet formulasiga qo'yib tekshirib qo'yishimiz kerak. Masalan, erkak deb hisoblasak, koeffitsient 0.37 ko'paytiramiz, ildiz ostiga kiritamiz RR masofani. Mana RR masofa masalan 0.8 sekund. Demak, ildizga kiritamiz 0.8 ni barobar. Demak, 0.37 ko'paytiramiz. 0.8 ildizdan chiqadi 0.89. 0.37 ni 0.89 ga ko'paytirsak 0.33 chiqadi. Demak, bizda faktik QT, EKGdagi QT 0.42 chiqdi, lekin Bazet bo'yicha norma 0.33 chiqishi kerak edi. Endi Bazet bizga normal ko'rsatkichlarni beradi. Demak, xulosa qilishimiz mumkinki, bu EKGda QT uzaygan deb xulosa qilishimiz mumkin. Demak, Bazet formulasi bilan aniqlangan QT va faktik EKGdagi QT orasidagi farq plus minus 0.04 dan oshmasligi kerak. Ya'ni 0.33 chiqsa, demak 0.33 dan ayiramiz 0.04 ni 0.29 dan 0.37 gacha shu odamda, shu misolda mana shu chegarada QT bo'lishi kerak edi, lekin bunda 0.42 chiqyapti. Demak, xulosamiz QT uzaygan degan xulosa berishimiz mumkin. Endi bu bizga nima uchun kerak? QTning uzayishi bu xavfli belgi bo'lishi mumkin va ba'zi holatlarda bemorda yaqin orada xavfli qorinchalar aritmiyalari paydo bo'lish ehtimoligi yuqori bo'lishidan dalolat beradi. Yoki ba'zan elektrolit almashinuvlarda ham QT o'zgaradi. Gipokaliemiya yoki gipokalsiemiyada QT uzayishi mumkin. Giperkaliemiya yoki giperkalsiemiyada esa QT normaga nisbatan qisqaradi. Bu qisqacha EKGning normal komponentlari to'g'risida edi. Bugungi mavzumiz nihoyasiga yetdi. Bizning Facebook, Instagram va YouTube'dagi kanallarimizga a'zo bo'ling va shu kanalda keyingi darslar to'g'risida ma'lumot beriladi. Rahmat.